Mana ko'chatlarni to'proq bergandan keyin hovuzcha qilamiz. Mana marhamat, nabov yo'qmi? Hozir mana ko'chatni ana o'sha aytib o'tamiz. Mana ko'chatni tagi yorilgan, mana shu yoriqlar bekitiladi ketmon bilan. Tuproq beriladi. Shunday tuproq beriladiki, o'sha hovuzdan o'tadigan suvga ham xalaqit qilmasligimiz kerak bo'ladi. Keyin mana bu yerda mana hovuzcha qilinadi. Mana bu hovuzcha nimaga qilinadi? Hozir biza beradigan bo'ladi mana aka. Biza beradigan mana oziqalar mana shu hovuzcha orqali shuni tomiriga ketib qoladi. Xudo xolasa mana. Qani bismillahirrohmanirrohim quyib ko'rsatib beringlar aka. Mana shu hovuzcha to'ldiriladi. Bu to'g'ridan to'g'ri ekin ham azotli, ham ildizot turuvchi oziqaga olinadi. Bo'ladi, rahmat. Mana. Xudo xolasa mana 2,5 litr o'rtacha oziqa berildi. Hozir bunisini ham ko'ramiz. Mineral to'g'ridan qo'shilgan suv beramiz. Bo'ladi, rahmat. Xudo xolasa mana shunday qilib chiqadigan bo'lsak, mana suv o'zi suv berishimiz bilan mana o'zini shimaydi. Mana gap qayerda? Gap shuni ustida ketadi. Buni aslida ko'chat shimaydi. O'sha ko'chatning tagidagi mana yoriqlar yana ko'rinib qoldi. Mana shu yoriqlar shimaydi. Demak, bu to'g'ridan to'g'ri ko'chatning ildiziga boradi. Shunda demak xato bo'lmaydi. Demak, ham ildizot turuvchi, ham azotli